Assalomu alaykum barcha kuzatuvchilarga. Mana bizni chintanavli pomidorimiz mevalari oxirlab qoldi. Endi oxirladi deganim mana bu 8-yarisida mana qarang. Bu 7 mana 6 5 mana bunisi 4 mana 3 2 mana da birinchi mana. Ko'rib turganingizdek nechta yarisi uzilgan? 4ta yarisi uzilibdi. Mana qolganlarini ham ko'z tegmasin. Biz pomidorlar yaxshi bo'ldi. Oziqalarni bittasi katta qo'limni nimasini olyapti. Mana shuni o'zi 1,5 kilo chiqsa kerak mana. Chunki mana buni o'zi juda katta mana 350 grammlar chiqadi. 450 mi? Bular 7 yarisi mana. 7-yarisi 6 5 4 3 2 mana 1 Kimga yoqqan bo'lsa like, podpiska tashlab ketish esdan chiqmasin do'stlar. Tepalari rosa qizargan. Asosiysi mana bizda qishda отоплениyadan foydalanganimiz bo'lgan. Shu sababli pomidorimiz emasini yechish. Avvalo Allohu sababini qildik mana. Shu natijalarga erishdik. Alloh rizqimizni umrimizga barokat bersin. Endi men YouTube'ga endi video qo'yib boshlayapman. Endi xudo xolasa keyingi sezondan 0dan xudo xolasa ko'chatni boshidan to oxirgi pishgungacha video qo'yib boraman. Kimga qiziq bo'lsa, manfaatli bo'lsa, xudo xolasa ko'rishingiz mumkin hamma joyi. Endi biz bundan bir uzganda 1 tonna 200, 1 tonna 300, 1 tonna uzdik. 3 marta ketma-ket tonna uzdik. Endi 10 sotiqdan. Xudo xolasa endi baribir maksimumdan o'tdik-da, endi buyog'i kam bo'lib boraveradi. Pomidor hozirgi kunda 11,000 12,000 atrofida. Hozir kunda ham narx normalniy bo'lyapti. Kimga manfaatli bo'lsa like, podpiska tashlab qo'yinglar. Agar manfaatli bo'lsa mehnatimizga.